Birodar, ayollar cho'ri. Mi? Keling avvalo cho'ri kimligini bir eslab olamiz. Siz bilan meni xayolimdagi cho'rilar bu juldirvaqa kiyimda nima ish bo'lsa ham qilib ketaveradigan, urib tepsiz ham kulib qarab turadigan, qolgan qutgan ovqatlarni ham yeyaveradigan bir odam. Shunday emasmi? Lekin cho'ri degani islomga kelganda bu tushuncha o'zgaradi. Qachonki biz sahobalarning hayotlarini qarasak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarini qarasak, ular hozirgi ayrim erkaklar ayollariga qilayotgan muomaladan ham go'zalrog'ini cho'rilarga qilishgan. Erkak degandagi mana shu erk so'zi sizda bor. Ya'ni siz erkinsiz va ayolingiz xuddiki sizning qo'lingizga qaragan bir insondek. Bugun u sizning xizmatingizni kulib, aytganingizni qilib yurgani uchun u meni buyumim deb o'ylab qolarsiz. Shuning uchun ko'chadagi hammaga go'zal muomala qilib, uyga kelganda eng yomon muomalani unga qilarsiz. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, ayollar huzuringizdagi vaqtinchalik omonatdir. Demak, bugun mana shu bizni erkinligimizni haqqi bor ekan. Buni shukronasi qanday bo'ladi? O'sha ayolimizga go'zal muomala qilish bilan bo'ladi. Hurmatli ota-onalar va birodarlar, nikohga insonni tanasi, bo'yi tayyor bo'ldi degani, u endi nikoh qursa bo'ladi degani emas. Balki bizga biror ishni boshlashdan oldin uni shariy hukmini o'rganish vojib bo'ladi. Nikohdan oldin nikoh hukmini, savdo qilmoqchi bo'lsak, savdo hukmini. Va bunda bizga eng go'zal o'rnak kimda? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda. Shuning uchun ham Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, siz buyuk xulq ustidasiz." Xulqni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rganamiz. Va mana shunda erkak ayolning ustidagi haqqini talab qilib, ayol esa erining ustidagi haqqini talab qilib emas, balki bir-birlarini hurmat qilgan holda shariatga muvofiq go'zal hayot kechirishlari mumkin bo'ladi. Va shunda jamiyatimizda oila buzilishlari ham kamroq bo'lgan bo'lardi.